Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, bizda Toshkent, Moskva, Chipaksal, Nijniy Novgorod yo'nalishlari bo'yicha qonuniy reyslarimiz amalga oshirilmoqda. Reyslar haftada 4 kun, dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari soat 18:00 da Toshkent avtovokzalidan reysiy avtobuslarimiz Moskva shahrining Kotelniki metrosigacha yetib boradi. Bundan tashqari bizda Toshkent, Kazan, Nabережный Chili, Nijnekamskiy, Ufa, Perm yo'nalishlari bo'yicha ham qonuniy reyslarimiz seshanba, juma kunlari soat 18:00 da Toshkent avtovokzalidan reysiy avtobuslarda jo'nab ketadi. Siz ham xuddi shunday ishonchli xizmatlarimizdan foydalanmoqchi bo'lsangiz yoki joylaringizni onlayn bron qilmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, savollaringizga batafsilroq ma'lumot olishingiz mumkin. Bizning avtobusimizda siz uchun yaratilgan barcha shart-sharoitlar, qulayliklar mavjud bo'lib, ikkita monitor, ikkita kuler, zaryadchik moslamalari, qishin-yozin ishlaydigan konditsionerlar, undan tashqari siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olsangiz bo'ladi. Hoziroq bizga murojaat qiling, joylaringizni onlayn bron qilib qo'yish imkoniyatiga ega bo'ling. Telegram, YouTube, Instagram, Facebook kanallarimiz ham ishlab turibdi. Ularga yozsangiz ham biz sizga javob beramiz. Tanlovda adashmang, xayr, salomat bo'ling.